Mer, sizga juda ham katta rahmat. Ha, arzimaydi. Senga judayam uzr so'rayman. O'tgan safargi qilmishim uchun. O'tgan safargi videorolikdami? Ha, mayli, mer, hech qisi yo'q. Hammada bo'lib turadigan narsa bu, bilsangiz. Ha. Lekin sen ham uzr so'rasang yaxshi bo'lardi. Nimaga? Mani suvga tashlab yuborganing. Ha, uzr, mer. Mana bu ketmon nima uchun? Aytdim o'zi ishga qaytding deb. Rahmat, mer, dushi. Unda mana bu polizimni bemalol boshqarsam ham bo'laveradi, a? Ha, bemalol. Mana bu yondagi poliz ham bonusga senga uzrimni, ya'ni o'sha qilmishimni yuvishim uchun. Rahmat, mer, siz juda ham ajoyib mersiz, bilasizmi shuni? Rahmat. Mayli, sog' salomat bo'l, mani ishlarim bordi. Aha, mayli, sog' salomat bo'ling. Vah. Mayli, mer, yaxshi dam oling. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi videorolikimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar nima qilamiz deydiganlar bo'lsa, bilmadim do'stlar. Bugun ishlarimizni qilamiz bo'lmasa, juda ham ajoyib bo'ldi fikrimcha do'stlar. Juda ham ajoyib. Chunki mer bizga o'zini mana bu nima desam bo'ladi. Bizni polizimizni qaytarib berdi va yana bonusiga mana bu nasıl bo'ladi, polizni berdi do'stlar. To'g'risini aytsam hayajonlanib ketyapman, shuning uchun do'stlar nima deyishni bilmay ham qolyapman. Tezroq ekaman mana. Men juda ham ajoyib ekaman-da do'stlar. Boyagi jiteldan ko'ra juda ham ajoyib do'stlar. Tushunmaganlar uchun o'tgan safargi videoroligimni ko'rsanglar tushunib olasizlar. Ya'ni shu videoyimdan oldingi videoni. Bo'llo obunachilar stop. Men sizlarga o'zimning Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Telegram kanalimda bir-biridan ajoyib qiziqarli yangiliklarni tashlab boraman va u yerda o'zim ishlatadigan modlarni teng yarmini tashlab qo'yganman. Telegram kanalim video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Mayli do'stlar, juda ham ajoyib. Aytgancha do'stlar, sizlar meni Telegram kanalimni 400 ta obunachi qilib berdinglar, ammo hali beri 1k bo'lmaymiz fikrimcha. 400 ta obunachi qilib berdinglar, lekin men sizlarga modlarni tashlab qo'yganman, bilsanglar, Darkness modlarini. Tezroq o'tib o'sha Darkness modlarini skichat qilib bemalol YouTube ga menga boshqa videolar qo'yishinglar mumkin do'stlar. Va yana bitta gap. YouTube kanalimni 3k obunachi yig'ib berganliginglar uchun juda ham katta rahmat sizlar uchun. Sizlar uchun yanada ajoyib kontentlar qilishda davom etaman to'g'risini aytsam. Mayli do'stlar, qishloq ham ajoyib ko'rinishda fikrimcha. Qishloqi deganda anavi esimga tushib ketdi. Qo'shnim meni chaqirishi kerak edi. Bugun shaharga borishimiz kerak. Qachon chaqirar ekan? Shunisi qiziq menga. Soat уже 12 bo'ldi. Hali beri chaqirgani yo'q. Fikrimcha u o'zi ketgandir. Yo'q, meni olib ketaman degandi. Даже сообщение yozmagan. Mayli do'stlar. Bo'lmasa mana bularni mana bunday joylashtiraman. Okey, mana bularni ham joylashtiramiz. Kartoshkalar, yaxshi. Va bularni ham mana bunday joylashtiramiz. Ketmanda esa mana bu yerga. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. 5 ta izimrutim qolibdi. Yana pul ishlashim kerak. Qo'shnini chaqirayda unda. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Qo'shni. Tushunmadim, nima qo'shnim chiqmayaptimi? Qishloqi. Nima? Teraza singanmi? Tushunmadim do'stlar. Juda ham g'alati. Eshik ochiq. Va bu qishloqi. Blokdan olib qo'yibman. Qishloqi. Nima bo'ldi senga? Qishloqi. Nima? Qanaqa ovozlar chiqaryapti? Qishloqi. Do'stlar, qishloq uxlab qolganmi? Qishloqi, uyg'on. Nima bo'lgan qishloqi? Mayli do'stlar, hozir menga juda ham ajoyib fikr keldi. Uyg'onmasa uyg'onmassin. Hozir men buni zo'r qilib uyg'otaman. Okey. Revolverimni olaman. Do'stlar, bu sekretni joyini aytmasanglar juda ham ajoyib xursand bo'lardim. Qishloqi.
Qishloqi? Juda ham ajoyib uyqu. Qishloqi! Xo'p, do'stlar, qishloqqa bunda uyg'onmayapti. Bo'lmasa nima qilsam bo'ladi, do'stlar? Maslahat beringlar, tezroq maslahat bermasanglar bo'lmaydi. Bu qishloqni uyg'otishimiz kerak. Polizni ham tozalamagan. Qanaqa bu qishloqqa, ha? Nima qilsak bo'ladi, nima qilsak? Nima qilsak bo'ladi? Ha, do'stlar, hozir biz skladga borib, narsalarni ko'rishimiz kerak va keyin narsalarni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni o'sha hop, kerakli narsalar. Menga juda ham ajoyib g'oya kelgandi. Hop, bular bisklet qayerdan keldi? Yo'q. Bular mana bu kerak, panik, ba'dan va mana alarm bul do'stlar, signalizatsiyani ko'radi bizdan. Va ko'radi bizdan, ko'radi. Mayli. Voh. Qishloqqa uyg'onmaysanmi? Uyg'onmasang uyg'onma. Hop, 1 2 3 deganda qochamiz. Voy, do'stlar, ovoz juda ham yomon, juda ham yomon. Ovoz eshitilyapti do'stlar. Voy, shu yergacha kelyapti-ya ovozi. Voh. Bo'l, tezda o'chirishimiz kerak, tezda. Voy. Qishloqqa uyg'ondingmi? Tushunmadim, nimaga qishloq uyg'onmayapti? Qishloqqa? Nima senga tushunib bo'lmayapti, qishloqqa? Qo'rqityapti bu qishloqqa, men juda ham qo'rqityapti, juda qo'rqityapti. Qishloqqa qo'rqitma. Xo'p, mayli, bo'lmasa merdonligiga aytamiz buni. Voh, mana qishloq arqamda hozir ko'radi mendan. Voh. Okey. Mer, mana bu qishloqqa tushunib bo'lmayapti. Voy. Mana uxlayotibdi. Nimaga? Bilmasam, mening boydan beri uxlayotibdi. Men qancha buni uyg'otmoqchi bo'ldim, ham uxlayotibdi. Bo'lmasa nima qilsak bo'ladi? Bilmasam, shu sizdan maslahat so'ragani keldim. Unda suv seforadi ustiga. To'g'ri aytasiz, Mer. Suv. Sizda paqir topiladimi? Ya'ni chelak. Yo'q-da. Chelak bo'lganda shunday chelak bilan shunday separdik. Bo'lmasa mana bu suvni o'ziga tashlab yuboraman buni. Nima deysiz? Ha, to'g'ri ish qilasan. Ha, bo'ldi. Tushunmadim. Uyg'ongisi ham kelmaydi-ya bu qishloqni. Hozir ko'radi mendan, uxlashini qaraylar. Qani qishloqqa mazza qilib uxla. Yaxshi, hozir picha suv kirsin ichiga. 3 gacha sanaymiz va olamiz. 1 2 3. Yaxshi qishloqqa uyg'onding fikrimcha. Qishloqqa uyg'ondingmi? Qishloqqa, ha, mayli. Yana ozroq suvga cho'milsa hech nima qilmaydi. Ajoyib. Yana 3 gacha sanaymiz. 1 2. Do'stlar, bakkachi, sizlar meni YouTube kanalimni 3 ga qilib beribsizlar. Buning uchun sizlarga juda ham katta rahmat, do'stlar. Boya ham aytdim shekilli, do'stlar. Aytdim shekilli. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar. Ana esimdan chiqib ketib qoldi. Qishloqqa o'ziga keldingmi? Qishloqqa o'ziga keldingmi? Tushunmadim, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda nima bo'lyapti? Sendan so'rash kerak, bu yerda nima bo'lyapti deb. Nimaga sen uni uyg'otsa uyg'onmaysan, nimaga sen 12 gacha uxlading? Ya'ni uyg'otmasak polni uxlaganingda. Men kecha soat 4 gacha kino ko'rgandim va mana bu deraza ochiq qolib ketibdi-da. Ha, ko'rinib turibdi. Shahis, nimaga bunday jahl qilyapsan? Jahl qilganim sababi menga va'da berib qo'yganding shaharga boramiz deb. Nima aytdim, esimdan chiqib ketdi deb. Bo'lmasa hozir soat necha bo'ldi? Soat 3 bo'ldi. Mayli, bo'lmasa ertaga boramiz. Ertaga. Bo'lmasa merdonligiga gaplashib chiq. Nimaga?
buncha uxlaganingni izohini ber. Merga man seni ko'rsatdim. Voy nima ko'rsatasan bormayman men yerda holiga. Ha, bormasa borma, o'zim seni ko'tarib boraman. Ya do'stlar, juda ham ajoyib qishloqqa. Mana. Hop. Mer mana olib keldim. Mana gaplashib olishingiz mumkin. Aha, yaxshi ish qilding shahis. Aha, mayli sog' bo'ling. Va mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib qo'shnimiz bor va mana bu juda ham ajoyib o'sayapti. Yaxshi. Va qarasak, mana bu signalizatsiyaga ham u yo'q, ovoziga chidab bo'lmaydi ya. Ya, telefonni olib qo'yish kerak. Telefonni qayerga yoshirgan, ha? Yomon. Menimcha cho'ntagida bo'lsa kerak. Ha, mayli. Unda mana bularni joylashtirib qo'ymasam, yo'qotib qo'yishim aniq. O'qi ham kam qoldi revolverda. Sotib olishim kerak. Bu do'stlar xavfsizlik uchun. Balkim bironta yomon odam kelib qolishi mumkin. Shuning uchun men o'zimni himoyalashim uchun olib qo'yganman bularni. Noto'g'ri tushunmanglar. Mayli, soat уже 3 dan o'tibdi. Sizlar bilan men yana Shahis Minecraft bo'ldim. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Kelasi videoda ko'rish uchun shu videoga 500 ta like yig'ib berishinglar kerak. Va kelasi video chiqadi do'stlar. Mayli, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Ya bu qishloqni